Ptichi molokoli pecheniye. Juda ham ajoyib. Wow. Sabli xamirini tayyorlashni o'rgatamiz. Un solamiz. Saxarni pudra, bodom uni ozgina, kraxmal, kakao va sливочный masda. Sal aralashtirib qorib olganimizdan keyin tuxum solamiz. 600 grammni o'lchab niso qog'oz yordamida yoyib olishimiz kerak. Hamma yo'g'ini bir xil tekis qilib yoyishimiz kerak. Limka yordamida chiroyli qilib kesib chiqamiz. Ortiqcha xamirlarni olib chiqamiz. Tayyor. 170 gradusda 15-20 minut davomida pishirib olishimiz kerak. Tuxumda oqi va shakar. Suv, shakar, glyukoza 110 gradus bo'lishi kerak. Ungacha buni ko'pirtirib olamiz. Tuxumimiz tayyor, siropimiz tayyor. Oz-ozdan quyib ko'pirtiramiz. Erigan jelatinni issiq holatida quyishimiz kerak. To'ntarib olib, marshmello siqib chiqdik. Marshmello, shokoladli nachinka, pесочный xamir bostiramiz. Yarmini chiroyli qilib shokoladga botiramiz. O'zlaringni didlaringga qarab chiroyli qilib bezatishlaring mumkin. Men shunaqa qilib bezatdim. Oz-ozdan pista sepib, bezab berib olamiz.